Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabideki dersimizin devamında bugün Ma'mun'un hayatı bilen tanışıp çıkvatımız. Ma'mun'un hayat uzun devir sügen Harun Reşit'ninki ballarına biri xilafet uzun devri hakimiyet beşit tuğan. Bu hem de Ma'mun Boran bilen toy qilgan. Boran o'zi Paris şu vaqtdagi cho'ng bir vezirning qizi hamda 210 yılı Ma'mun Hasan ibn Sahl'ninki qizi Boran bilan to'y qilgan. Buniki to'yliq chiqimi 40 teka zinnat. 40 teka degan 40 billaq, ya'ni 40 belbog'liq demakda. 10 sanduq yaqut, marvoyit, qimmat baholiq javohirlar. Hatta buniki dadisi bütün şu vaqtdagi askarning qo'mondonlariga, sanğullarga 17 kun atrofida ularga shu tartuq tatgan. Hatta qog'ozlarga, tera qog'ozlarga, masalan, qimmat bog'liq shu vaqtdagi yorliq yozilgan qog'ozlarda buningga nurg'un uy, zamin, do'konlarning ismlarini yozib, buni Abbasilarga va askar qo'mondonligiga, beg sipahliga taqatgan, chochqan buni. Kimning qo'liga shu qog'oz tushgan bo'lsa, shu tushgan qog'ozlik do'konni yoki yer zamin bog'ni shu o'zidan qilgan. Demak, bu ajoyib bek hashamatli to'y qilganda, hatto Ma'munning oldidimi deydi. Qizini yo'tkab akilib to'yni qilib qo'ygan kunsi nurg'un lo'nqa, ba'zi taqsilarga qimmat baholiq oltin marvoyitlarni chochqan edi dedi. Avvaldan qaraganda bu to'y bek hashamatlik bo'lgandek qildi. Endi 211-yil bo'lgan vaqtida Mu'min Jakachini to'ltib Muaviyani yaxshi sifatlarni sifatlagan odamdan endi bizning karimiz yo'q, unday odam bilan, unday odamni biz tonimaymiz. Peygamberimizden en yaxshi adam Ali ibn Abu Talib degan jakani to'latgan. Bu Shiyalikdagi kuchli puraliqni ko'rinib turibdi bu odamniki. 213-yil bo'lgan vaqtida Ma'mun Qur'onni maxluq degan fitnani maydonga keldi. Undan boshqa Abu Bakr Umardan bakrak Ali ibn Abu Talib fazilatli edi, fozil edi, bu ulug' edi degan qarashni yoqlash bilan birga. Şununla bunadan adamlarınki nefsi bir az soydemdi, adam soydu. Şehir şu vaqtida devletler fitnege toşqu tas qaldı dedi. Lekin bununki xalqini bu vaqtida ro'yab chiqmay, bu 218-yil qadar bu qarashlardan, yorliqlardan o'zinsal yig'ib oldi. 215-yil bo'lgan vaqtida Ma'mun Rimga urush qilmoqda. Shu vaqtida Qurra qo'rg'inni, Majida qo'rg'inni majburiy yo'sinda fath qildi. Ondan Damashqqa moqdi. Bu hamda Rimningki shu vaqtdagi diyari, masalan, hozirgi Suriya bilan Turkiyaning oralig'idagi chegara rayonlar, Turkiyaning ichidagi Anadolu tuproqlaridagi yerlar, bu burun Rim imperiyasining zaminlari edi. 216-yil bo'lgan vaqtida, ya'ni Damashqdan Rum qarab mangdida nurg'un qo'rg'onlarni bu odam vaqtda ishg'ol qildi. Anda yana Damashqqa qaytib keldi. Anda Misrga berib, Misrga bu kirgan tunji Abbasiylar xalifasi bo'ldi bu undaqda. 217-yilga kelgan vaqtida, ya'ni Damashqqa qaytib, Damashqdan yana Rumga atlandi. Undaqda bu odamniki muhim strategik harbiy bazasi shu vaqtda Damashq bo'lgan deyishki bo'ldi. Çünkü Damashq Rimlarniki ikkinchi cho'ng poytaxti bo'lgan tarixda. Bu 4 xalifalar davrida, Abu Bakr Umarning davrlarida bu qo'ldan ketgan. Endi Ma'munning tarixdagi eng cho'ng fitnasi Qur'onni maxluq deb shu vaqtdagi musulmonlarni imtihon qilish, sinash, azoblash, o'zidan shu fikriga, e'tiqodiga so'rab akirish fitnasi. 218-yil bo'lgan vaqtida Hijriyaning Qur'onni maxluq degan yorliqni tushirib, kishilarni shu orqali sinadi bu. O'zinki Bag'doddagi noibi valisi, Bag'dod valisiga xat yozib,
Bağdatning shu vaqtdagi valisi burunqi Tahir ibn Husayn degan Ma'munning bir qo'mondoni bo'lgan. Bag'dodni Aminning qo'lidan olgan. Shuning tog'asining bolasi Isoq ibn Ibrohim al-Xuzai xat yozdi. Bu shu ulamolarni sinash, imtihon qilish haqida yorliq tushdi. Bu yorliqdagi xat mundaq. Bu yorliqdagi xatning tafsilotini Imom Suyuti aniq aytibdi. Buningdagi yorliqning mazmuni Amirul Mu'minin xalifam bütün Cumhur Azam, köpçülük, umum puhra, avam xalq, bularning ko'z e'tibori, odamning diqqatini tortmaydigan, shaq-tushak, yaymichi, dehqon va kazalar, uningdan boshqa ilimsiz, bilimsiz, Allah'ını bilmaydigan ko'rlar, dinning mohiyatini tushunmaydigan ozg'unlar, dinni to'liq tushunmaydigan nuqsonliqlar davlatni qoplab ketibdi. Shuning uchun Allohni haqiqiy tonish, Allohni haqiqiy bilish, Alloh bilan maxluqotlar orasidagi farqlarni cho'qim ro'shan bilish asosida bu yorliq tushirildi. Chunki bular, ya'ni xalqlar Alloh bilan maxluqotlar orasini o'xshash qarayapti. Allah tushirgan Qur'on bilan Allah orasini o'xshash bilyapti. Umum xaloyiq hamda Qur'oni Karimni maxluq emas, Allah Taala uni ijod qilmagan Qur'onni, u haqiqiy qadimiy deyapti dedi. Qadimiy degan gap bu Xudoning sifati bu asliyatda. Amaliyotda Allah Subhanahu va taolo Qur'oni Karimda biz uni arabcha Qur'on qildik deyapti. Bu yerdagi qilish degan gap Allah har qanday narsani qilgan bo'lsa, bu maxluq bo'ladi. Ham shundaqla Allah qorong'ulikdan nurni qildi dedi. Bu yerdagi qilish ma'nosi yaratdi ma'nosida. Undaqda boshliq so'zimi Qur'onni arabcha yaratdik degan bo'ladi deb tushundirgan. Hatto Alloh taolo Qur'oni Karimda burunqilarning xabarlarini sana xabar qilib, qissa qilib beramiz dedi. Burunqilarning qissa hikoyalari shu xalqning paydo qilgan, ijro qilgan shu davrda bo'lib o'tgan voqealiklar emasmi? Undaqda yani bu degan so'zdan har qanday paydo bo'lgan narsa cho'qim xalqning qilgan ishi maxluq bo'ladi deb qaragan. Ammo Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohning oyatlari puxta, ro'shan bayon qilindi, ondan tafsili bayon qilindi degan bir mazmun bor. Bu yerda hamda Alloh taolo o'z kitobini tafsili va muhkam bayon qilguchidir. U bunda degani Allah Qur'onni yaratquchidir, uni ijod qilguchidir degan bo'ldi dedi. Ammo shu yorliqchimi? Shu amisi shu Ma'munninki yozayotgan yorliqi mava. Ular tehi o'zlarini ahli sunnat deyapti. Bular haqiqat ahli sunnat vel jamoatdan deyishyapti. Ulardan boshqalar botil, kofirlar deb oshnonga tehi hatto boshqalarga til sunishqa, til o'zitishga urinibdi. Bu nadonlar o'zi mag'rurlanibdi. Hatto bir bilik yolg'ondan temkin, ilimlik bo'lib olgan, yolg'ondan Allohdan qo'rqadigan bo'lib olgan bir qism kishilar ularning bu so'zni qo'llayapti. Haqni o'zining botilga tatip so'rayapti. Ular Allohsiz ularning o'zining ozg'unliklariga akirdigan bana sabablarni ko'rsatyapti. Deb xatning oxirida azroq yani o'zitib oxirida mundoq debdi-da. Shuning uchun Amirul Mu'minin xalifa man mush yuqoridagi bayondagi kishilar mush ummatning ichidagi eng yomon odamlardir. Bularning tavhid e'tiqodi noqis kishilardir. Bular yolg'onchilik bilan mashhur bo'lgan bilimsiz bilim egilirdir. Bilim mashhurlardir. Bu turdagi masalan kishilarning avliyolar degan ya'ni kattalari, rahbarlari bu yerda ilm ahllari qartilayotgan gap. Bularning tilida notiq so'zlar, nima iblis so'zlar o'tibdi. Bularning
Yani iblisning shaytonlari Allah'ın diniga o'rnab olgan bu kishilarni bu ig'ir bir musibatga mubtalo qilibdi dedi. Bu nima degani, bu haqiqiy ahli sunna vel jamoani bu odam ayblayapti dunyoda. Hatta mushu haqiqiy ahli sunna vel jamoa kishilarini, masalan Imom Ahmad ibn Hanbal o'xshash mushularni bu odam bu shayton buni tilda so'zlayapti deb bularningki e'tiqodiga, bularning haq durust so'zlarini mushu orqali ayblab buni iblisning do'sti qatorida ko'ryapti bu odam. Bundaqlarning rostchilligi, samimiyatidan gumonlanish kerak. Ularning shahodati, ya'ni guvohligini uzib tashlash kerak. Ularga ishonmaslik kerak. Bular hidoyatdan ko'r bo'lgan imoniy tavhid aqidasi, tavhid nasibisi tuvan bo'lgan kishilardir. Uningdan boshqa bular boshqalarning yo'lini ko'r qiladigan, boshqalarning yo'lini qari qilib, ya'ni qalayimqon qiladigan, yo'lini ozdiradigan kishilardir. Albatta Amirul Mu'minin shundoq deydi. Kishilarning eng yolg'onchisi Allohga va Allohning vahiysini yolg'on deb qaragan, yoki Allohning vahiysini yolg'onchi, yolg'on sifatlar sifatlagan kishilardir. Allohni haqiqiy bilmay turib, batil bilan, turli to'qilmalar bilan mashg'ul bo'lgan kishilardir dedi. Shuning uchun sening saroyingdagi qozilarni yig'ib, ularga bizning xatimizni o'qigin. Bu valiga avatilgan xatmishat tugdamda. Ularning so'zlarini sen imtihon qilgin. Ular nima e'tiqodda shuni bilib chiqqin dedi. Ularning Allohning mahluqotlari haqidagi e'tiqodini haqiqiy yo'ritib bo'lgin. Ularga shuni bildirib qo'y dedi. Men ching turibdi-da, men xalifa gibida. Men o'zimning ishlariga o'z diniga ishonmaydigan odamlarga ishonmayman va shundaqla o'z ishlarimga bundaq odamlar bilan men davlatimda masalan qozilik, turli mansablarga qo'yolmayman deb bu yorliqni tushirdi. Ig'ir yorliq bo'libdi undaqda. Agar ular shu sizga ma'qul bo'lib, bizning e'tiqodimizga muvofiq ko'rib shuni qabul qilsa, ularning so'rindagi kishilarni shohidlik buyurg'in dedi. Yani shohidni yezib ol demoqchi-da bu yerda. Ularning Qur'ondagi ko'z qarash masalasini aniqla dedi. Qur'onni maxluq deb qaramaydigan odamlarning shahodatini qabul qilma dedi. Ularni yani fasiq, yani guvohlik qabul qilinmaydigan deb ayblamoqchi bu orqali. Hem shundaqla sen bizga sizningki turli ishlaringga mas'ul bo'lgan yurt, aymoq, qishloq, shahar, noyadagi qozilarning shu masalasini bizga yozgan. Ularni shundoq qilishga buyurgan dedi. Yana birisi Ma'mun hamda shu vaqtdagi eng katta buyuk ulamolardan 7 ulamolarni sinash uchun ularni o'ziga shu avatishga buyurdi. Ma'mun ham yana xat yozdi dedi. 7 odamni o'z oldiga avatishga. Ular Muhammad ibn Sa'd Vaqidininki yozuvchisi, Imom Vaqidi degan shu sirat ilmidagi mashhur ulamo. Muhammad ibn Sa'dninki At-Tabaqat nomli mashhur kitobi bor. Shu davrdagi buyuk Alloh solihlardan. Yahya ibn Ma'in bu Imom Buxoriyning ustozlaridan bo'ladi. Shu davrdagi katta muhaddis. Abu Haysama, Abu Muslim, Yazid ibn Harun degan kishiniki kotibi xat yozgan. İsmail ibn Davud, İsmail ibn Abi Mas'ud, Ahmad ibn İbrahim Davraqi. Shularning hammasi ashar nimaninki Ma'munning qishig'i berib oldidan o'tdi-da, ularni Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deb bularni sinadi. Ularning hammasi maxluq deb degan javobni berdi. Shuning bilan buni Raqqadan Bag'dodga yo'l qilib qo'ydi. Atayin hamda Bag'doddan uni avatishga buyurib, Raqqa degan hozirgi Suriyadagi mashhur shaharda o'tgan yil vayron bo'lib ketdi-ku. Shu yerda urushda masalan o'zi shu Rim bilan urush qilayotgan turug'liq bu odam mush masligini chipili o'lab xalifa shu vaqtdagi mashhur muhaddis katta ulamolarni qishib olib borg'izib atayin
ulamolarni tamosini besib, ularning e'tiqodini sinab, Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deb maxluq degizib, yo'l qo'yib qo'yadi-da ularga. Ularni hamda bu yerda talab qilishning sababi ular boshda turib olgan. Chunki ular Qur'on maxluq emasmi desa, ya maxluq emas deb jimni turib olgan. Oxirda ular taqiya yusidan, ya'ni qo'rqqanlik yusidan tilida ma'qul deb ichida yo'q degan qarashda bo'lganda, shuning uchun bularniki tez maydon aniq bo'lmadi deb qarab, bularni hamda shu mecburi yo'sinda düygüzüdü demdi. Buna şu taraf-taraflik bu yorliqlarni yozdi, mana shu ulamolar müştahid deb. Ezelden şu ümmetning beshi bo'lgan ulamolarni müştahid teşviqatning qurban qilib kelgan avvallar tarixdan bu ham mashhur. Alloh taolo bu ig'ir sinoqlarga nasib qilmasin bizlarni. Hem İshaq ibn İbrahimga yana xat yozdi deydi. Şu davrdagi ulamo faqihlarni, hadis ulamolarni yig'ib, ularga mush yettaylan ma'qul demiş, yettaylan Qur'onni maxluq degan qarashlik keldi hamsa deb, mushularga mush jakala deb xat yozdi. Degandek ashta qildi bu. Şu davrdagi Bag'dod şu vaqtida bir islom dunyosining siyosiy poytaxti bo'lishi bilan birga ulamolarning yig'ildigan o'rni. Siyosiy poytaxt nada bo'lsa, ilmi shu yerda qaynaydi. Tarixda bu ham shunday. Masalan, hamda Qashqarga ayni vaqtida siyosiy markaz bo'lgan vaqtida shu yerda maktablar nayt ko'p qaynagan. Maktablar, madrasalar, masalan, xalq madrasalarini deb aytaylik, masalan. Nayt ko'p shu yerda ilm rivojlanganda, demak siyosiy markaz nada bo'lsa, ilm shu yerda taraqqiy qiladi. Endi shu vaqtdagi muhaddis ulamolarni yiqqandan keyin bir bo'lki ma'qul deb e'tirof qildi hamda. Bir bo'lki e'tirof qilg'il unmidi. Endi Yahya ibn Ma'in va ulardan boshqalar, masalan, yettaylarning ichida bor Yahya ibn Ma'in. Biz qilishdan qo'rqib ma'qul deb qildik, ma'qul dedik degan. Ma'qul dedik degan. Nemishqa İmam Ahmad ibn Hanbalni İmam Ahli Sünnet vel Cemaat deymizsek, mush masalada şu davrdagi bütün ulamolar mecburi yo'sinda ma'qul degan. Ba'zilari masalan tayoqdan qo'rqib, qamchidan qo'rqib, turmidan qo'rqib ma'qul deganlar ko'p. Lekin Imom Ahmad tayoqdan, dumbadan, qamchidan hech narsadan qo'rqmay sabr qilgan. Shuningga mush fitnadan o'tib ketgandan keyin bu odamni Imom Ahli Sünnet vel Cemaat deb nomni bergan. Hatta shu vaqtdagi bir qism ulamolar Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi desa, bir qo'lni chiqarib turib, yurkida Qur'on maxluq deganni maqsad qilib turib, teshida maxluq degan va qo'lni chiqarib, ichida maxluq, Qur'on maxluq demoqchi. Ammo teshida maxluq. Tushungan odam Qur'onni maxluq dedi deb tushunadi. Teshidagi qatnashchilar masalan, avom xalq masalan. Chunki bu maydonda jakalaydi, cho'ng odam ko'p o'rinda. Ammo ichida qo'lni bu hamda shu vaqtdagi ulamolarning bir xil bir hiyillik ishlari hamda nimadan e'tiqodni qo'g'dash asosida. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Biz ayatlik darsimizda diqqat qilinglar qarindoshlar. Shu vaqtdagi Imom Ahmadning bir qism ulamolarni qanday azoblagan shularning dardlari bu Qur'on maxluq emas shu degandek mazmunlardagi. Buni ayt muhim nuqta. Shu yerga bir diqqat qilinglar.